birinchi muhabbat qaysi sevasizmi? Birinchi muhabbatim bo'lmaganman. Esimdan chiqib ketganda, to'g'ri. Ko'pligidanmi? Ana kuyda. Ba'zi bo'ladi. Maktab davrida eng oxirgisi kim edi? Zulfiya degan qizcha edi. Aha, Zulfiya edi. Sinfdoshingizmi yo kichkinami? Sinfdoshim. Nimaga oxirigacha bormaydi Zulfiya bilan? Taqdir bizni ayro-ayro. Qizga ketib qoldim. Ajralishdik hukm bemalol. Mana Zulfiya ko'ryapti o'zi, nima gapingiz bor? Hech qanaqa gapim yo'q. Biror nima deb qo'yingmi, ko'ryapti. Ko'zlarida yosh olib. Yo'q, men Peshonasi terilyapti aka, bu qarang. Akani peshonasi teriladi. Akani peshonasi teriladi. Voy, uyali ketdi. shu orada bir urush qolgandik. Keyin shu bilan Va o't qo'ying, tish qo'ying. O't tashlang. Yo'q, mana gapiring. Uya, o'tni joyiga qo'ying. Buncha bitta Zulfiya shuncha hayajonlandingiz. yo'q, Ya'ni ozgina gapirsam butun joyi tozalab qo'yadimi deymi?